Iyul oyida Quyosh tizimimizdan o'tayotgan birinchi yulduzlararo kometa koinotning bizning burchagimizdan ketishni boshlamoqda. Lekin avval u yer yonidan uchib o'tadi va olimlar uning yaqinlashishi paytida ajoyib yangi tasvirlarni olishmoqda. 3i Atlas nomi bilan tanilgan kometa juma kuni bizga eng yaqin masofani bosib o'tadi va sayyoramizdan taxminan 167 million mil, ya'ni 270 million kilometr masofada, ammo Quyoshning narigi tomonida bo'ladi. Ma'lumot uchun, Quyoshning Yerdan masofasi taxminan 93 million mil, ya'ni 150 million kilometrni tashkil qiladi. 3i Atlas kometasi ko'z bilan ko'rinmaydi va noyabr oyida ochilgan optimal ko'rish oynasi o'tib ketdi. Earth Sky ma'lumotlariga ko'ra, uni ko'rishni umid qilganlar 8 dyumli, ya'ni 20 sm yoki undan kattaroq teleskopga muhtoj bo'ladi. Virtual teleskop loyihasi juma kuni UTC vaqti bilan soat 4 da yoki payshanba kuni ET vaqti bilan soat 23 da kometaning jonli efirini ulashadi. Bulutli ob-havo bo'lsa, web translyatsiya 24 soatga kechiktiriladi, dedi Italiyadagi Bellatrix astronomik observatoriyasining astronomi va astrofizikchisi hamda virtual teleskop loyihasining asoschisi va ilmiy direktori Gianluca Massi. NASA ma'lumotlariga ko'ra, kometa bizning Quyosh tizimimizdan chiqmasdan oldin yana bir necha oy teleskoplar va kosmik missiyalar uchun ko'rinadigan bo'lib qolishi kutilmoqda. Astronomlar yozda kashf etilganidan beri kometaning Quyosh tizimimizdan tashqarida kelib chiqishi va tarkibi haqida tafsilotlarni aniqlash umidida uni diqqat bilan kuzatib borishdi. Ko'plab missiyalar obyektni yorug'likning optik, infraqizil va radio to'lqin uzunliklarida kuzatdilar va yaqinda olimlar rentgen nurlarida birinchi ko'rinishlarni olishdi va yangi tafsilotlarni kashf etishdi.